Mio kosmetikasini olmoqchi bo'lsanglar, qizlar bemalol men nomimdan chiqishinglar mumkin. Sizlarga yaxshigina skidka narxda qilib berishadi. Mana sizlar uchun alohida skidka oldim. Juda ham zo'r narxda olasizlar. Ularning kosmetologlari yuzinglarning tipini so'raydi. Men aytdim, menga ozgina ugrilar toshyapti dedim, chunki vaspaleniya bo'ldim ozgina. Universitet qilganimga dedim 2 kundan beri menga narsalar toshyapti. O'shaning uchun yaxshigina menga uvlajniyat qiladigan, keyin shu siplarni ketkazadigan nabor beringiz. Shunaqangi nabor berishdi qizlar. Buni ishlatsam sizlarga rezultatini bo'lishaman. Sizlar hech qachon aldab narsa olmayman. Bu yoqda mana bunaqa penkasi, juda ham ko'p blogerlarda ko'rgandirsizlar. O'zimning yaqin o'rtog'im Leyla ham oldi. Leyladan rosa o'dziflar oldim men. Mana bu yoqda toner qizlar. Mana hozir hammasini kamerani bu yoqda ko'rsaman. Mana mistli toner, ana sepishga osonda. Eng zo'r narsa SPF, eng kerak narsa dedim, chunki